Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Habibim Boy Hadichamda shunaqangi yangi kolleksiyadagi troykalarimizni endilikda nalichida qizlar. Ko'rishingiz mumkin bu troykamizda shunaqangi sharf ro'mollaridan, koftichkasidan, qaranglar koftichkasi ham tapoy va bu bo'lib turadi. Orqalari abay bo'lib uzungina bo'lib turadi. Neobычный qilib ishlangan. Yubichkasidan tashkil topgan. Bu troykalarimizning matosi kuprotensil bo'lib, qizlar ustingizda muzdekina, yo'dekina bo'lib turadi. Fasoniga keladigan bo'lsa, stilni, modni и богатый deb beradigan shunaqangi troykalarimizni tez ulgurib xarid qilmasanglar bo'lmaydi. Bu troykalarimizni razmeriga keladigan bo'lsa, razmerlari standart bo'lib 54 va 56 razmerligi bemalol to'g'ri keladi. Bu troykamizni 2-3 xil variantda kiysanglar bo'ladi desam ishonasizlarmi? Qaranglar, bu troykamizni oldi koftichkasi kalta bo'lib, orqalari shunaqangi uzun abaya bo'lib turadi. Buni bemalol shimlar bilan, jinslar bilan ham kiysanglar takoy turadi qizlar. Yubichkasini bo'lsa boshqa koftalar bilan kiysanglar ham bo'ladi. Xullas, bitta troykadan 2-3 xil obrazni yaratib, o'zingizlarni didinglarga moslab kiyverasizlar. Aytgancha biz donaga ham, optimga ham savdo qilamiz. Полностью 12 ta viloyat bo'yicha dostavka xizmatlarimiz bor. Даже Tojikiston va Qirg'izistonlarga ham kelinglar, hammanglarni kutib qolamiz. Hozir men sizlarga полностью ranglarini ko'rsataman.